Bolalar, bugungi videomizda Plants vs Zombies o'yinini o'ynaymiz. Videoni mazza qilib ko'ringlar, qora o'yinlar. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men yana o'sha Baha Gamer do'stlar. Bugungi videomizda biz Plants vs Zombies o'yinini o'ynaymiz. Va kirganda har doimgidek mana shunaqa menyu. Bu o'yinni o'ynaganlar biladi. Bu juda avvalgi o'yin. Ko'p odamlar bu o'yinni o'ynagan, shuning uchun men ham bu o'yinni o'ynamoqchiman. Lekin bu o'yinni ham men o'ynaganimga kamida juda ko'p yil bo'ldi. Kamida yo 8 yoshligimda o'ynaganman, menimcha. 8 yoshligimda o'ynashni boshlaganman men bu o'yinda. Har doimgidek shu o'yinni sizlarga ozroq tanishtirib chiqsam, mana bunday bo'ladi. Yonlaringizdan zombilar keladi va tepadan quyoshlar tushadi. O'shalar orqali sizlar mana bunaqa o'simliklarda qilsalaring bo'ladi. Mana kelayotgan zombilar. Agar ular mana bu narsadan o'tib uylaringizga kelsalar, sizlar o'yinda yutqazasizlar. Va 100 taga mana bunaqa otadigan narsalaringiz bo'ladi. Mana. Va shunaqa final wave bor. U yerda zombilar ko'p bo'ladi. Kuchli zombilar kelishadi. Va juda ham nima desam bo'ladi. Qiyin bo'ladi. Va mana bu kungaboqar. Ya'ni o'zbekchasiga nomini hozir esimda emas. Shunga o'xshash narsalar va zombilar har xillar bo'ladi. Bir xillarda bosh kiyim kiyganlar, bir xillarda esa har xil narsalar ko'tarib olganlar. Masalan, yo'lga qo'yiladigan narsani kiyib olganlar bor va yana nima desam bo'ladi, chelakni kiyib olganlar ham bor. Chelak kiyib olganlar ancha kuchli lekin. Va tepadan shunaqa quyosh tushgandan keyin mana bunaqa kungaboqarlarni olgandan keyin sizlar juda ham yaxshiroq bo'lasizlar-da. Xullas. Keyin sizlarga hozir o'yin boshlagandan beri sizlarga ozroq vaqt berishadi. Zombilarni, ya'ni kelguncha yana ko'proq quyoshlar berish uchun mana bu kungaboqarlardan ko'proq qo'ygan sari zombilar ham ancha kuchayib boraveradi. Qancha kuchayganlari sari zombilar ham shunchalik kuchayadi. Yana bu zombilar nima desam bo'ladi. Har xil qobiliyatlar juda ham ko'p bo'ladi va ularning olim nimalari ham bor. Olim zombilar ham bor. Bu olim zombi nima desam bo'ladi. Har xil kashfiyotlarni qilib zombilarni ancha kuchaytiradi. Hatto uning bitta roboti ham bor. Bu ancha keyinroq bo'ladi. Bolalar, keyin bu Plants vs Zombies o'yinining birinchi qism, hozir ko'rayotganlaringiz birinchi qism. Hali 2, 3 va 4-qismlargacha borishga harakat qilaman. Faqat sizlar like bilan obuna bossalaringiz bo'ldi. Yana nima haqida gapirib bersam ekan, bolalar. Yana bitta faqat shu ikkita o'simlik bilan ajalib qolmaydi. Boshqa o'simliklar ham bor. Masalan, shunday o'simlik bor. Zombilarni butunlay o'sha bittada tishlab yeb qo'yadigani yoki muzlatib qo'yib o'ldiradigan yoki bittada mana shunaqalar otadigani, faqat bittada ikkita otadigani bor yoki mana kungaboqardan nima desam bo'ladi. 2 ta qo'ysa yoki 3 talik qilsa bo'ladi. Yana bu o'yinda bir-biriga mix, ya'ni bir-biriga qo'shsa bo'ladi. Ili mana bunaqa olchami shunaqasi bor. Bu 150 nimaga beriladi va ancha kuchli. Mana boshiga kiyib olganlar turibdi va nima desam bo'ladi. Boshiga kiyib olganlar ancha kuchli. Hatto ularni bir necha
otadiganlar bilan ham ularni o'ldirib bo'lmaydi. Keyin ila olcha haqida aytib bersam, olcha ko'p zombilar kelib turgan paytda qo'ysalaringiz u portlaydi va barcha zombilarni o'ldirib yuborishi mumkin. Desam bo'ladi. Uni yana mixga qo'shib zo'r qilib qilsang bo'ladi. Faqat bu hozir qilolmayman uni, chunki ancha kuchayish kerak. Har xil narsalarni olib ochish kerak. Hali muzli shunaqa otadiganlar kerak. Lovyal yana har xil o'simliklarni olish kerak. Kartoshka, bodom, umuman olganda yong'oq nomi aslida. Bu videoni olishdan maqsad eski o'yinlarni просто eslatish, yoshlikni eslatish. Keyin unday bu o'yin haqida men ko'p narsani bilmayman, chunki juda ham ko'p oldin o'ynaganman bu o'yinni. Menga juda ham yoqqan. Bu Plants vs Zombies'ning birinchi qismi. Ya'ni birinchi o'yini. Shunga o'xshash o'yinning birinchisi. Bu Plants vs 2 ham bor. Bu 1. Plants vs 1, keyin Plants vs Zombies 2 bor. Ikkinchi o'yinda men ko'proq o'ynaganman yoshligimda. Lekin hozir ham o'ynab turaman. Men emas, jiyanlarim o'ynab turadi. To'g'ri, ular ham o'ynab turardi, lekin hozir ular ham boshqa o'yinlarga qiziqib ketgan. Bu o'yincha hozir ular o'ynamayapti. Shuning uchun men yoshlikda bilasizlik deb mana shu o'yindan video chiqaryapman. Bu video sizlarga yoqqan degan umiddaman va obuna bilan laykni bosib qo'yinglar iltimos. Yanada ko'proq shunaqa o'yinlardan chiqarishimni xohlasangiz. Bu o'yin nima desam bo'ladi? Ancha kuchaygan sari ancha qiyinlashadi va bu o'yin ham bunaqa darajada ko'p odamlar aytadi, bu yosh bolalarning o'yini, bunaqa emas, bu yaxshi o'yin. To'g'ri, bu o'yinda davri o'tgan, lekin baribir o'ynayveramiz. Chunki bizaga o'sha gap. Bolalar, iltimos shu videoga atayap ozroq layk bilan obunachilik yig'aylik, iltimos. Avvalgi videodan keyingi xullas hozir chiqargan ikkita videomdan ham uncha yaxshi odam ko'rmagan bolalar, iltimos. Mehnat qadrlab qo'yinglar endi. Shuncha video chiqarib shuncha narsalar qilyapmiz. Iltimos endi obuna bo'lib layk bosib qo'yinglar, iltimos. Iltimos sizlardan. Layk bilan obuna bosib qo'ydinglarizmi? Yaxshi, ana endi bu o'yin haqida gapiraveraman. Xullas, bu o'yin ancha yaxshi. Lekin bu o'yinda bir ikkita kamchiliklari bor. Lekin bu o'yinning qiziqligi u kamchiliklarni bozoladi. Nimagaki bu emas, bunisi emas, nargisi, ya'ni ikkinchisi. Ya'ni Plants vs Zombies 2 ni ozroq kamchiliklari bor. Bu o'yinda lekin birida, hozir biz o'ynayotganimizda kamchiliklar yo'q deyarli. Keyin bu videoni ko'rayotganlarga maslahatim, bu o'yinni hoziroq yuklab o'ynanglar, chunki bu o'yinda hozir faqat yoshi kattalar va yosh bolalar o'ynayapti. To'g'ri, bizaga o'xshaydiganlar kam. Bu o'yinda o'ynaydiganlardan. Lekin biz harakat qilamiz shu o'yinda tanitishga, yaxshilab chiqarishga. Bolalar, keyingi videomizda nima haqida bo'lishini kommentga yozib ketinglar, qaysi o'yin haqida chiqaray. Kommentlaringga qarab yangi videoni chiqarishga harakat qilaman do'stlar.
Yana do'stlar, menimcha videoni hozir tugatsak bo'ladi. Video ancha cho'zilib ketishi mumkin edi. To'g'ri, video ancha uzun bo'lishi kerak edi, lekin hozircha bo'ladi. Hammaga xayr do'stlar. Baho Gamer sizlar bilan.